Shavkat Mirziyoyev Abduqodir Husanov bilan uchrashdi. Shavkat Mirziyoyev Abduqodir Husanov bilan uchrashdi. O'zbekiston Prezidenti terma jamoa va Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov futbolchi davlat rahbariga o'z dastxati tushirilgan futbolkani sovg'a qildi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev milliy terma jamoasi va Manchester City futbol klubi himoyachisi Abduqodir Husanov bilan uchrashdi deb xabar bermoqda Futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati. Futbolchi davlat rahbariga o'z dastxati tushirilgan Manchester City futbolkasini topshirdi. Suratda Husanovning otasi Hikmat Hoshimov va prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva ham bor. 21 mart kuni tushdan keyin davlat rahbari bilan uchrashuvdan oldin Husanov Yangi O'zbekiston bog'iga ham tashrif buyurdi. U yerda Navro'z bayrami tantanali ravishda nishonlandi. Tadbirda prezident nutq so'zlab xalqni bayram bilan tabrikladi. Kechqurun futbolchi Eronga qarshi 2026-yilgi Jahon chempionati saralashining markaziy o'yinlaridan biriga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston terma jamoasi mashg'ulotlarida ishtirok etdi. Uchrashuv 25-mart kuni soat 21da Tehronda bo'lib o'tadi. Kanalimizni kuzatib boring va so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.